Hozir bemorimiz juda bir ajoyib savol berdilar. Lazer mezoterapiya olsam, ro'zam ochilib ketadimi degan savol berdilar. Yo'q, lazer protseduradan, mezoterapiyadan, ya'ni teriga qilinadigan inyeksiyon preparatlardan ro'za ochilmaydi. Shuning uchun bemalol xavotir olmasdan protseduralarni olishingiz mumkin. Protseduraga qaytamiz. Demak, bemorimizda rozatsiya ancha yildan beri, даже bularda men anamniz yiqqanimizda gormonal preparatni ixtiyologiya preparati bilan aralashtirib qilganlar va shuni hisobiga rozatsiya yanada kuchaygan. Unutmaslik kerak, rozatsiyada topический gormonlar, ya'ni gormon preparatlarini ishlatish mutlaqo mumkin emas. Umuman olganda o'zi lazerda axlajinisi bor, freon bilan axlaj qilinadi. Lekin yanada komfortli bo'lish uchun va lazerdan keyin giperpigmentatsiya qolmasligi uchun biz axlajdeniyani, ya'ni sovutishini yanada yaxshiroq qilamiz. Sovutish lazer effektiga, natijasiga ta'sir qilmaydi.